Aka, nima yarim kechasi meni bezovta qilasiz aka? Bilamiz aka, buni oldindan bilib kelganmiz yutishinglarni aka. Nima uchun kech paytda bezovta qilasiz meni aka? Kechagi karkarlaringiz qani endi? Endi aka, bu endi realchilardan sizlarga bergan hadya endi aka. Haligi o'zinglarcha bir karkar qilib, bir Barsaga mana qayraman, Barsaga qani berinchi narsani? U sizni Mirzo Blog'ni kommentariyasidagi g'olibimizga bu Apple Andijondagi kommentariy. Aka, bir gap aytaymi sizga? Real muxlislarichi bunaqa narsa berishmaydi bunaqa narsa. Eng qizig'i katta narsalar mencha bu endi Barsaga xosda bunaqa narsalar aka. Sizlar yutganinglarda aka soat berardim. Soatinglarga qarab yurardim. Bir gap aytaymi sizga aka? Orzuligicha qolmaydi. Real muxlislarning yuragi urib tursa bas. Siz bilan keyingi o'yinni ko'rishamiz inshaalloh aka. Soat 3 dan 2 minut o'tdi. Mashallah. Qaranglar do'stlar, kim yutganini hozir storyga atmetga qilib qo'yaman. Mobil Center 27-do'konga kelib, Apple Andijonga kelib, bemalol sovg'alarni olib olishinglar mumkin. Xizmatinglarda Azizbek dushmanim.